Soatiga 320 km tezlik mana shunday ko'rinadi. Bu qushning tezligi esa undan ham ko'proq. U soatiga 389 km tezlikda ucha oladi. Sayyoramizdagi eng tezkor hayvon bilan tanishing. Lochinlar oilasiga mansub sapsan. Sapsan o'z tezligidan foydalanib qushlarni o'rta havoda tirnoqlari bilan urib tushiradi va yerga tushmasdan oldin ularni ushlab oladi. Bunday katta tezlik albatta ta'sir kuchini keltirib chiqaradi. Bu xuddi professional bokschining zarbasi sabab qovurg'a sinishiga o'xshaydi. O'rdak kabi o'ljalar hech qachon bunday katta bosimga bardosh bera olmaydi. Natijada sapsanlar o'ljaning butun qolgan qisminigina olib ketishadi. Ular har doim o'ljalarini yuqoridan kelib, nokaut orqali hayratda qoldiradilar. Sapsanlar har doim ham kaptar yoki o'rdak bilan kifoyalanmaydi. Ular o'zlaridan katta bo'lgan yirtqich qushlarni ham ovlashi mumkin. Agar siz haliyam Qobil Hasanboyev official kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, unda qiziqarli va foydali kontentlardan quruq qolibsiz. Vaqt borida obuna bo'lish esdan chiqmasin.